Remontimiz bitti ham demaysizlar, tavba kelmasam bilmayman. Nimaga bunaqa abo yopishtirdilaring? Umuman yarashmagan oppoq zarpari gulpuli boridan qo'ysalang bo'ladi-ku. Pardani ham oddiysidan ilib qo'yibsizlar. Ha, elita parda zakaz qilsalaring bo'ladi-ku. Patologda ham zari ham yo'q, birinda naqshi ham yo'q. Shu patologmi endi? Patolog bo'lgandan keyin naqshli bo'lish kerak. Umuman uylariga remont qilinganga o'xshamaydi. Ya'ni televizorda ham umuman boshqa joyga qo'yishlaring kerak edi. Netto turibdi-da. Qandaydir bir boshqacha bo'lib qolgan uylaring bir fayzsizmi? Pastda Xitoyda yozuv bor mashinasini oldilaringmi? Yo, xitoyliklardan ham mashina oladim. Undan bizni Matizimiz 1000 marta yaxshi-ku. Damazimizmi? Ish qilib remontda ham boplabsizlar. Ha, uyda remont qilganda ganji bo'lmasa, u tilla rangli bir naqshlar bo'lmasa remont bo'ladimi? Oq kul rang qilib tashabsizlar. Siz shuncha pul remontga boplabsizlar. Endi to'yxona, kelin ko'ylak, sarpo, quda tog'ara qolganlarini men bilan maslahatlashinglar. Shu mena bir narsani bilmasam aytmayman sizlarga jon kuydirib.